Assalomu alaykum, hurmatli Taura brend obunachilari. Bugungi mavzuyimiz umumiy do'konimiz to'g'risida bo'ladi. Qanaqangi assortimentlar bor, nimalar haqida gaplashishimizni video qilib ko'rsatamiz. Nimani narxi zaril bo'lsa, nimani sizlarga misol ko'rinishi yoki bo'lmasa razmeri, qanaqangi obzor qilish kerak, kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Bemalol telefon raqamimni yozib qo'yaman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan telefon qilyapmiz. Hamma dastavka xizmatlarimiz bor. Dastavka ham bemalol qilib beraveramiz. Luk zarilsa luklarda ham qilib beraveramiz. Biz qani ketdik, boshladik. Xo'p, birinchi obzorimiz futbolkalar haqida bo'ladi. Futbolkalarimizning har xil assortimentlari bor. Xo'p, xohlasangiz dumaloqqa tomnisini kelishgan, mana ko'rishlaring mumkin. Buni bizda 3 xil, 4 xil assortimentda razmerlari va ranglari bor. Narxiga kelsak, 185 ming so'm. Narxini ko'rib turibsizlar, 185 ming so'm. Xo'p, navbatdagi futbolkamiz, xuddi o'sha futbolkani oq razmeri ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli ishlangan, yoqalariga va yenglariga mag'iz qilib, chiroyli qilib ko'rsatib bergan. Buni ham narxi 185 ming so'm. Xo'p, undan tashqari bunaqangi svetlari ham bor, ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Navbatdagi obzorimiz, xo'p, dvoyka haqida bo'ladi. Dvoykalar ko'rishlaring mumkin. Bu dvoykamiz narxi 280 ming so'm ekan. Mana ko'rishlaring mumkin. Yubqa plashovkadan ishlangan, juda chiroyli, odamga vid berib turadigan, ko'rinishda juda ham jiddiy qilib ko'rsatadigan dvoykamiz hisoblanadi. Buni oshna-og'aynilar bilan uyga va ko'chaga bemalol kiyilsa bo'laveradi. Yengil holatda kiyilsa bo'laveradi. Endi ishga, unga bo'lmaydi, lekin misol dam olishga borishlikka va uyga kiyilsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, keyingi obzorimiz, xo'p, bu tomonimizda Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan ko'ylaklarimiz bor. Har xil razmerdagi materialda Polo firmasi ishlab chiqarilgan, Xitoyda ishlagan, mana orqada однотомный, oldiga marlovka materialdan ishlangan. Xo'p, bunimizning narxi esa atiga 125 ming so'mdan ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Keyingimiz gofra ko'ylak, ponni gofra materialdan qilingan. Havo o'tkazishlari ham yaxshi, sifati ham juda chiroyli. Narxi esa 150 ming so'm. Yana qaytarib o'tamiz, dastavka xizmatlari bor. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xo'p, bu tomonimizda esa turli xildagi futbolkalar joylashgan, ko'rishlaring mumkin. Tepalarimizda esa kuzgi kamzillar, kuzgi yengi uzun ko'ylaklar ko'rishlaring mumkin. Assortimentlarimiz juda serob, yoqali futbolkalar bu tomonimizda atiga 75 ming so'mdan. Xo'p, dvoykalarimiz assortimentlari bor. Ko'rishlaring mumkin. O'sha uyga kiyaman deganlar uchun juda sifati ham, kachествоsi ham yaxshi. Xo'p, navbatdagi polkamizda ko'rishlaringiz mumkin. O'zlari biroz bo'yi uzunroq, qorinliroq akalarimiz uchun ham futbolkalarimiz assortimentlari keng. Bu assortimentlarda 4 xil, 5 xil variantlari bor. Bunimizning narxi atiga 75 ming so'm. 75 ming so'm. Bu tomondagi ko'ylaklarimiz 125 ming so'mdan to 195 ming so'mga ko'ylaklarimiz bor. Turkiya, Xitoy, O'zbekiston davlatida ishlab chiqarilgan. Bu tomonimizda shimlarimiz ham o'sha Turkiya davlatida, O'zbekiston va Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan shimlarimiz. Bu shimlarimizning narxi xo'p 135 ming so'mdan to o'sha 255 ming so'mgacha bo'lgan narxlarida shimlarimiz, assortimentlarimiz bor. Bu tarafimizda o'sha Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan shimlarimiz 135 ming so'm, 145 ming so'm, 155 ming so'mgacha bo'lgan shim assortimentlarimiz bor. Xo'p, navbatdagi obzorimiz bu tarafdan bo'ladi. Bu tarafimizda 75 ming so'mdan 125 ming so'mgacha bo'lgan trikolarimiz joylashgan. Xo'p, bu tomonimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizda o'sha kengroq yoqali futbolka kiyaman deganlar uchun katta assortimentimizda bor.
Hop, 70 ming so'mdan 70 ming so'mdan to 155 ming so'mgacha bo'lgan futbolkalarimiz ko'rishlaring mumkin. Mana shu ko'rib turgan futbolkalarimiz 110 ming so'mdan mana ko'rishlaring mumkin. Har xil assortimentlari bor. Bu razmerimiz velikan razmer bo'lib, hop 125 ming so'm narxi, kattaligi 4XL dan 6XL gacha bo'lgan razmerga ega bo'lgan futbolkalarimiz, velikan futbolkalarimiz hisoblanadi. Do'konimizda juda assortiment katta. Bu tarafimiz oyoq kiyim, ko'rishlaring mumkin. Bu oyoq kiyimlar mana terili deysizmi? Mana ko'rishlaring mumkin. Xohlasangiz karafanli deysizmi, ustki fason deysizmi? Hamma assortimentda oyoq kiyimlarimiz bor. Zamish oyoq kiyimlarimiz ham bor. 185 ming so'mdan. Ko'rishlaring mumkin mana. Juda chiroyli. Hozirgi o'sha studentlarimiz uchun mos bo'lgan oyoq kiyimlar hisoblanadi. Hop, navbatdagi oyoq kiyimlar bu tarafimizda setka, sport ko'rinishdagi oyoq kiyimlarimiz. Bularimizni razmerlari va narxlariga o'tadigan bo'lsak, 39 dan 43 gacha bo'lgan razmerlar bor. Narxlariga kelsak, hop 100 ming so'mdan 165 ming so'mgacha bo'lgan narxlariga ega. 165 ming so'mdan ponni tanlab olishga ko'raverasizlar bu oyoq kiyimlarimizni. Hop, bu tarafimizda esa 215 ming so'mdan turi eski ko'ylaklarimiz bor. Turkiya ko'ylaklar yangi uzun, velikan razmerlari bor. 6-7 XL gacha bo'lgan velikan razmerlarimiz ham yetarli assortimentda bor. Bu tarafimiz tapchkalar, ko'rishlaring mumkin. 75 mingdan to 155 minggacha bo'lgan tapchka oyoq kiyimlarimiz assortimentlari yetarli. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.